o'qituvchilarga noqulay savollar. Aytib, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz sinfda ko'ngilingizdan joy olgan o'quvchi kim? Meni sizlarning sinflaringda ko'nglimdan joy olgan o'quvchi bittasi. Hammalaring. Bittasini tanlashingiz kerak. Bir kishini tanlashim kerak. Menga hammalari yoqasida. Ko'proq xafa qilganlarni ayta qolay. Xafa qilgan? Mayli ayting. Sababi ko'nglimdan joy olgan bolalar ko'proq, xafa qilganlar Kamroq. Nodira opa, assalomu alaykum. Biz sinfda eng aqlli o'quvchi kim siz uchun? Ya'ni ko'ngilingizdan joy olgan shu vaqtgacha. Bittasini tanlashingiz kerak. 11-sinfdan Sitora bor. Marjona, Sitora. Sevinch bor. Sevinch bor. Ko'p. Zulfiya, Sevinch. Rahmat siz. Juda ko'p. Yaxshi ko'rmaslar. Rahmat. Ustoz, assalomu alaykum. Ustoz, savolimiz bor edi. Juda ko'p. Biz sinfda ko'ngilingizdan joy olgan o'quvchi kim? Hammalaring. Yo, bittasini ayting. Hammalaring yaxshi ko'raman. Bittalaringni ajratolmayman. Rostlar, ya. Hammani birdek ko'rasiz. Rahmat. Ravshan aka, assalomu alaykum. Ustoz, 11-sinflarda ichida eng aqlli o'quvchi kim siz uchun? 11-sinflarda? Ha, namuna bo'ladigan. Men O'zim tur. Biz sinfda ko'p o'quvchilar tanimayman. Meni sinfimda emas, aniq. O'shaning uchun meni aytib qo'yavering. 11-A sinfda. Ha, mayli, shu Abduvaliy va Sevinchni aytamiz. Abduvaliy va Sevinch, ha? Shunday. Ustoz, assalomu alaykum. Biz sinfda eng namunali o'quvchi kim siz uchun? Men uchun eng namunali o'quvchi Hazrat Buva Sevinch. Nahot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot hijronga oshkora yuraklarda joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Xayr, alvido, umrimizning zarlavzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori.